Bunun keterlik seyler tövendikidek seykavisi kök kızıllaza piyaza. En avval göçünü uşağlap toğrup alımız. Seykavısımı 2 tal toğrup ettimem. İçtedeki urqunu toğrumayımız. Endi bulan aralashtirishga atlik bo'lish uchun cho'ngroq bir qachiq savolimiz piyaz, yeşil purchaq, ko'k qizil lazlardan selib etdim. Uningdan keyin kichikroq tamdirdan birini ushaq janab selib etamiz. Tam xurishlardan tuz, zira, aqmish qarmiz selib etamiz. Uningdan keyin chuchigan maydan yarim chimich atrofida selib etamiz. Mening ishlatganim atbuloq 1-darajalik gazir mayi. Atbuloq maylari yerlik usulda tabiiy siqib chiqarilgan, uzuqlik qimmat saqlab qilingan sog'lom may. Ta'mim shunchalik payzam, tetimliq. Ko'rib turganlarda qiymin ichiga sal jiqaroq silib videoda ko'rsatgandek tugib tayyorlab olsanglar bo'ldi. Petermant tugishni astra qilib chiqarib bergan bo'lsangiz deganlikinglar uchun mana astra qilib chiqarib qo'ydim men. Har kun shunga o'xshash qulay ham yeyishlik bo'lgan taomlarni yetishni kutayapman. Izdegan topamay qolmaslik uchun yurak berib saqlab olib, inkas rayniga qaqsiz gullaringlarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llig'inglarga rahmat. Endi buni qaynayotgan qozon silib, taxminan 20 minut atrofida dumlab pishirib olsaqli bo'ldi. Qaranglar, ma Petermantni o'xshab ketganga, suvliq, ajoyib o'xshab ketibdi jimo. Uydagilarga menda Petermant etib turgan bo'lsangiz, yeni bam deb turib yeb ketdi. Ta'm o'zgacha ham bak yeyishlik. O'rganib oldingizmi? Qanam siz mitibsiz